Assalomu aziz do'stlar, bugun sizlar bilan yana Minecraft o'ynaymiz. Bugungi maqsad mana shularni bir reels olish, mana bularni ko'paytirish hamda zombi qishloq topish. Mana shularni bugun qilamiz. Boshladik bo'lmasa. 1 2 3 3 tane tuxum berishdi. Okey, endi mana bular sal-pal o'sib tursin, video oxirida olsak kerak. Okey. Diğeri aytsam sizlarga nima bu survivor'da men bir marta aktiv chat qilmaganman. Men ko'rishingiz mumkin, kreativ o'tish uchun so'rayapti. Lekin men o'tkazmayman. Chitlar aktiv etmas. So'raydi. Yana biz Ender Dragon yutishimiz kerak. Ender Pearl hozircha 3 ta yoki 4 ta turibdi. Ularni terib olsak yaxshi ish bo'lardi. Hop. Barcha ishlarni qilgandan keyin shakar qamishlarni ko'rishga boramiz. Ikkita foyda. Okey. Bu mani yerim emas, bu kamni yeri. Birga tejmaymiz. Mana yerda qanday qilgan. Qanday o'ltib qoldi, portalni yopib qo'yish kerak. Okey, portalni yopib qo'yish kerak. Böyle kiraveradi. Undan bitadi. Hozirda biza yana bitta maqsadimiz bor, kichkinaroq. U maqsadimiz olmos topish, bir dona deyapti. Bir dona olmos topishimiz kerak. Nega? Chunki ko'proq qilaversa olmosni sehrlash to'g'risida hamda olmozlik narsalar yasab turib birdaniga ketishga ko'ramiz. Hozir bitta zombilar o'tib ketmaslik uchun mana qilib qo'ysak, bunga o'zimiz sakrab o'ta olamiz. Hop. Stayimizda borda g'orga men tegishmaganman, chunki zombi villager chiqib qolsa, villager o'sha yerda olib kelamiz. Yo'qcha. Çünkü bitirelim işte var. Son villager olish. Umuza oltin olmaydi bu. Damlama yaratamiz hali. Itlar yuribdi, kuchuklar, bo'rilar. Ularni ham boqish kerak. Ammo tez o'lib qolishi mumkin. O'zini fishkalar o'ldirmaslikni. Mana bu yerda ko'proq paydo bu yerda ko'proq paydo bo'larmi? Qayerda bor? Yo'q, chiqibdi. Qaysi joyda ko'proq paydo bo'lardi? Bu tarafda ekan. Voy. Nima yugurmayapti? Voy, 3 kishi. Oy. Oh my gosh. Yo'q, sword shiri. Bir marta vurmagan, yerimda o'lib qolmay.
Yaxshiyam xarid qilmas ekan. O'zi yomon bo'ladi. Okey. Ko'chada qilichim yo'qligida qattiq bo'ladi. Tezroq ma'lum. Zarb etib bosishga qiyin. Ham uroni kamroq dedim. 2.5 atak. Hop jigarlar. Video 10 daqiqacha bo'lishi mumkin. Sabzi o'sibdi. Ularni hozir plani yashlab olsak, asta-sekin. Potato o'smadimi deyman-da, o'sganimda bo'lmasdi. Sanab ko'ramiz. O'smagan ekan. Endi o'sdi. Ikkita potato bor. O'sha endi bu potatolarni 3 ta ekan. Ekib, birdaniga ko'paytiraveramiz. Zero o'smagani bormi? Birinchi kunni potatoni deb qo'yamiz. Tushib ketdim suvning ichiga. Buni o'rsak yana ikkita foyda. O'sibdi. Ekib qo'yamiz yana joyiga. Aytgancha biz keyin jo'jalarimizni boqishimiz kerak. Давайте. To'xumcha bor ekan. Sonolida yaxshi to'shyapti to'xumlarni. Bitta birey deb chiqsa, kuyadi. Tugab qoldi. Hozir jigarlar agar yana o'sab kelamiz qochib tur. 16 ta ketdi. Yaxshimi 9 ta bo'libdi. Ketishyapti. Yaxshi ekan. Bir kun qilar ekanmiz zamonda. Hop. Menga urug'lar kerak edi. Urug'lar bor bo'lsa yerda. Urug'lar yo'q ekan. Lanat. Yomon bo'ldi lekin urug'lar yo'qligi. Hop. Keyingi videoda bayroq yasaymiz. Uning uchun 3 ta like so'rab qolaman sizlardan. 3 ta dona ko'pmas. Yig'ib olsaydi kerak. Bilmadim. 3 ta like bersangiz. Endi shuncha so'ragan shuncha ko'p ko'rsam sizlar video ko'rmay qolasizlar. Aytgancha birisini sharhlab o'ynaymiz. Shu video shu kun chiqadi bugun. Aniq emas, lekin bugun chiqadi. Urvordim bittasini. Oxirgisi kim bor? Mana chiqib ketadi. Rahmat. To'xumlarni olishim kerak, to'xumchani. Bu tarafdan o'tsam olar ekan. Qo'limda yetar ekan. Oldim. Okey. Boshqa to'xumni qo'ygan. To'xumdagilarga salom aytamiz. Okey. To'xum, вообще. Beshta bor ekan. Okey. 17 ta tuxum qilibman. Keyin eng asosiysi string. Okey, string 50 bitta bo'libdi. Bitta zona qishloq chiqib qolsa, buni baliqchi qilardik-da. Stringdan juda ko'p izimotlar olsak bo'ladi. Давай. Barchangizga xayr do'stlar, like va obunachi bosish esingizdan chiqmasin. Sharhlab o'yinni o'ynashim uchun aytganimdek 3 ta like. Keldi bitta o'ynaymiz. Ana shundan juja chiqmasa like bosasizlar. Bosinglar. Xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar, like bosinglar.